erta bilan turardim. Mazza kiyimlar bilan uxlab qolibman. Bunday. Kim edi bu? Qo'lda pichoqmi? G'oyib bo'lib qoldimi? Bu qotilni ismi kim o'zi? Bu qotilni tanimadim. Qo'lda pichoq turibdimi? Qotil menga hujum qildi. Merga aytaman, mer. Mer. Ha, eshityapman. Gapiraver. Mer. Bizni qishloqda yovuz bir qotil yuribdi. Ko'k pichoq bilan. Xiyobonga o'xshashmi emasmi? Ha, o'shanga o'xshash. U qotil juda ham yovuz qotil. Sen o'ta ehtiyot bo'l, bizga tegmaydi. O'yinchilarni yo'qoladi. Mer, siz ehtiyot buning sizni Men xavotir bizga tegmaydi u. Hop. Voy, bu yovuz qotil. Onajon. Qo'limni o'ligitasan. Qo'sh, mer, meni qutqaring. Meni Qanday qutqaraman men seni qishloqqa o'zamni. Mer, siz kim? Mer. Qani orqada yo'q-ku. Hozir kelayotgandek u qotil. Qani? Qosh. Qotil. Nega bu qotil? Aytib olmaysan. Yaramas, to'xta. To'shinga o'rgiray qismati. Men qutqar. Qani kimdan qutqaray? Hech kim yo'q-ku. Bilmasam u hozir chetlarda yuruvdi tentakka o'xshab. Ana! Men qutqardim. Qani hech kim yo'q-ku. Voy! Men Bugun momo yanga gapiraverma. Men yana kelyapti. Qani hech kim yo'q-ku. Yuring orqamdan. Yo'q, men ishlaverman. Senga o'rgiray. Yordam ber. Qani? Yordam ber. Kim yordam? Anvarjon. Bitta qishloqqa yordam so'rayapti. Bor. Qani? Bilmayman, tezroq bor. Bermayapti. Eshitmayapsanmi? Yordam. Qani? Qochma, varaz o'lasan. Mazanga. Mazanga. O'ldiraman hozir seni. Qo'limni o'ligitasan. Qani san qishloqqa? Seni o'ldirdim. Endi o'yinchini o'ldirishim kerak. Bilis. Sevaganlar o'lmaydi. Qayerga qishloqqa? Yordam ber. Mazanga. Yarama. Ko'pik qishyaptimi? Qo'limda o'lasan, maraz. Hali ko'rasan. Menda sehrli olmalar bor. Sehrli o'lasan. Qo'sh. Men o'laman. Hozir yo'qolib qoldimi? Qiziq. Men hali qaytib kelaman. Eshak. Onajonim emasim, parazit. Ketdim. Uyimga
yurish yomon. Do'stlar judayam qo'rqinchli, lekin bu menga mos fazilat. Do'stlar, o'zi judayam qo'rqinchli bir voqea bo'lyapti bu uyda. O'zi uni ismi ham yo'q, u o'yinchi emas, o'zi o'yinchi emas. U o'yinchi emas, aniq u bir qotil. Qotil aniq bir menimcha u arvoh kuyov bemalol. Voy, qo'sh. Yo'q. Qo'rqaman bundan. Men hozir men tiradi. Uxlab bo'lmayapti. Ko'ryapsizlar, juda ham aqli. Men bitta tinolma topib oldim yerdan, o'shani ham shirmasin deb yevordim. Yo'q! Voy, parazit mendan nima xohlaysan? Men seni o'ldirishni xohlayman. Yuqori qaram, men nima? La'natim bor. Yo'q. Qanisan? Parazit uxlaymiz. Qo'rqaman men bunaqa itlardan borib. Masta. Parazit qoldimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nimaga meni uryapsiz? esim. Aka, nima bo'ldi sizga? Sen meni uratganing-ku. Qachon urdim men sizni? Qo'ldingizmi? Men kecha bu qishloqqa ko'chib keldim-ku. Sizga shunaqa faqat. Akang qanaqa? Akang. Men ismim Hasan. Akam ismi Hasan. Akam bezori. Qotillik qilib yuradi. Ani olmos qilishi bor. Menda mana o'yinchoqchasi bor shuni. Ha, o'yinchoqchasi bor. Unda haqiqisi. Ha. Ikkalamiz yashaymiz sen bilan. Mayli. Menga yotoq bormi? Hozir topib keling. Nihoyat topdim. Uyimga kel. Rahmat. O'sha akam meni urib o'ldirib qo'yadi. Bo'pti. Yotoqqa bosib qo'y. Sindirdim men shuni. Nima? Mana shu o'ynani ham sindirdim men. Ha. Nazorga ber. Yo'q. Kerak emas. Nimaga? Shunga u bitta muammo bor-da. Mana shu uyni, mana shu uy akangniki bo'lgan. Oldin hamma narsani olib ketvorganlar. Akang. Ha, bu uy sotilish kerak. Davlat o'ziniki qilib olgan. Shu o'ynasini sindirayman. Birubar. Qani? Mana. 3-1. 5-1. Qani? Sen bo'ldimi? Endi nima qilsak ekan? Men ozgina
dam olib Mayli. chiqay. Ya aka, og'layapsiz. Nima og'layapsiz? Sen og'rashing kerak. Voy aka, uyma. Olding sen. Nima bo'lyapti? Yaramas. Men do'stimni ukangni nima qilding? Yaramas, yo'qol. O'zi mana nima qilishni.